Nima bu? Senga gul olib keldim. Qiz bolaga ham kaktus olib keladimi? Dit-bidis bormisiz o'zi? Tili shirin qizlarga atirgul. Senga o'xshaganlarga kaktus beriladi. Menga o'xshaganlarga? O'zi shu tili shirin degan qizlaringizchi, erga tevaguncha o'zini sipo muloyim qiz yoqib olishadi. Amani borim shu. Yaxshi. Gromkiga qo'ying. Nimaga? Qo'ying dedim. Allo. Alo, assalomu alaykum. Bugun ko'rishamizmi? Ha, hozir boraman. Xo'p. Xo'p, hozir boraman. Kim bu tushunmadim men. Bilmayman, uydagilar bitta qiz topishibdi. O'shan bilan ko'rishib, uchrashuvga chiqib kelgin deyapti. Siz uchrashuvga chiqasiz. Uydagilarga yo'q deyolmadim. Men nima qilaman bu yerda? Sen hali yoshsan. Senga uylanolmayman baribir. Sen hali yerga tegmaysan. Hozir uydagilarni nimadir deb aldab turishim kerak. Shunga yo'q deyolmadim. SMS keldi. Hozir. Rasm tashlang deyapti. Yo'q, Ha. Iloji boricha o'zingizni xunuk qilib oling, xo'pmi? Yo'q, unaqa qilolmayman. Nimaga? Ber. Yana ham xunukroq. Ko'rgin. Qanaqa rasmga tushsang ham baribir chiroyli chiqadi. Rostdan. Kamerasi vashi tinnu. Men bu yana SMS yozibdi keling deb. Nima qilay, boraymi? Telefoningizni zaryadini kam qilib qo'ying. Aha. Siz borganingizda keyin telefoningiz o'chib qolgan bo'ladi, ko'rishmaysiz. Bo'ldi, xo'p. Men Bu senga.